Hammaga salom do'stlar. Mana ismim Kompot. Mani yangi videomga xush kelibsizlar. Bolalar, mana qo'limdagi narsalarga qaranglar. Kirka, bolta, qaychi, fakel. Sizlar aytishingiz mumkin, Kompot, san nima daraxt bor, shaxtaga borib echkini junini yulmoqchimisan deyishingiz mumkin. Lekin bu umuman bunaqa emas, bolalar. Bugun juda ham zo'r video bo'ladi. Oxirigacha ko'rishingizni tavsiya beraman. Men sizlarga bitta zo'r syurpriz tayyorlaganman, bolalar. Men hamma narsalarni o'lchab, tayyorlab, bugun men sizlarga Kompotda o'zini yeri qanaqa bo'lishini ko'rsataman, bolalar. Bugun biz mana shunaqa portal quramiz. U portal esa bizani mana shu Kompotni yeriga olib boradi. Xo'p, birinchi bo'lib biz shaxtaga borib, bir ikkita narsalarni olishimiz kerak. Sizlar o'ylashingiz mumkin, bu fakel bo'lishi mumkin yoki qanaqadir izumrudmi deb. Lekin umuman unaqa emas, bolalar, bizga oddiy tosh kerak, mana shu oddiy tosh kerak. Keyin o'zingiz tushunib olasizlar nima kerak. Men 15 ta tosh oldim. Xo'p, endi esa bizga bolalar daraxt kerak bizga. Hozir borib ozgina daraxt ham chopib olamiz. Xo'p, daraxt olamiz. Tak, bittasini olamiz, bo'ldi. Bundan esa biz o'zimizga doska qilamiz, bolalar. Mana 24 ta doska bo'ldi. Xo'p, bizga esa endi bolalar mana bunaqa gul kerak, qizil bilan голубой gul kerak bo'ladi. Hozir mana shularni olamiz. Xo'p, mana 14 ta bo'ldi. Kelinglar, chiroyli bo'lishiga 15 ta qilib olamiz. Xo'p, endi esa bizga bolalar голубой gul ham kerak. Buni ham men mana topib oldim уже. Xo'p, bularni ham olamiz. Qayoqda bor yana, tushunmadim. Xo'p, bolalar, bo'ldi. Mana 15 ta qizil guldan, 15 ta ko'k guldan tayyorladim. Xo'p, endi esa biz hozir qaranglar nima qilamiz. Hozir men kerak emas narsalarni kelinglar sandig'imga qo'yib turamiz-da. Xo'p, bitta mana buni olamiz-da. Bundan krasитель qilib olamiz. Xo'p, голубой guldan ham голубой krasитель qilamiz. Kraska. Xo'p, endi esa qaranglar, bolalar. Biz bunaqa toshlarni olamiz-da. Ko'k toshli qilamiz bunda. Mana bunaqa ko'k toshli. Xo'p, endi esa bolalar, biz ham qizil kraskani olib, qizil kraskadan esa qizil doskalar qilamiz, bolalar. Bu bitta knopka kerak emas, to'g'risini aytsam, kelinglar, bu ham ko'p qo'yamiz. Просто bo'lishi uchun. Xo'p, endi esa bolalar, hozir biz boramiz-da. Qaranglar. Endi biz portal quramiz, bolalar, qaranglar. U ikkita bo'ladi, ikkitalik bo'ladi. Qizil, голубой. Endi bilasizlar, bolalar, mani skinim ham mana shunaqa qizil голубойli. Hozir biz ham naqib tepaga ko'taramiz. Xo'p, bundoq. Xo'p, endi esa bundoq, to'xtanglar, bitta ko'tarish kerak. Bundoq chetini bundoq qilamiz, keyin esa qizil bilan bundoq qilib chiqamiz, quramiz. Ana bo'ldi. Endi esa bolalar, hozir bizga kompot tayyorlashimiz kerak. To'g'ri o'yladinglar, bolalar, bizga kompot kerak. Hozir men kerakli narsalarni olaman kompot uchun. Xo'p, qishloqdan so'raman, olib kelib beradi. Rahmat senga kattakon, qishloqqa menga kerakli narsalarni olib kelib berganingga. Ana qishloqqa menga narsalarni olib kelib berdi. Endi esa biz hozir qaranglar nima qilamiz. Mana biz bunaqa tosh qo'yamiz-da. Bo'ldi. Bu yoqqa esa mana bunaqa qozon qo'yamiz. Biz kompot hozir qaynatamiz, bolalar. Juda ham zo'r chiqadi degan umiddaman. Xo'p, biz shuni mana bitta yoqamiz-da, hozir qaranglar. Xo'p, bunday qilamiz. Ana bo'ldi. Ustiga esa bunaqa qozon qo'yamiz, bolalar. Xo'p, bu yoqqa oddiy suv solamiz. Endi esa bizga qulupnay kerak bo'ladi. Hozir qishloqdan so'rayman, olib kelaman sotib olib. Ana bo'ldi, bolalar, men 11 ta qulupnay olib keldim. Xo'p, o'zi hozir bizga 10 ta kerak edi. Buni ya'ni men 11 ta olib keldim. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Xo'p, mayli, bittasini bu yoqqa qo'yib qo'yamiz-da, 10 tasini esa bundoq tashlaymiz, yana shakar solamiz. Xo'p, ana bo'ldi. Endi esa mana bunaqa tayoqcha bor. Bu bilan esa aralashtirib turamiz biz 10 minutdan keyin. Xo'p, bolalar, bo'ldi. Mana ham o'zimiz svejiy kompotim tayyor bo'ldi. Qaranglar, mana kompot tayyor bo'ldi. Endi bu bizga ichishga emas, men portalni qilishga kerak bo'ladi, bolalar. Xo'p, kelinglar, hozir buni bundoq quyib yuboramiz-da. Xo'p, qanichi? Oy! Ana bolalar, qaranglar, bo'ldi. Kompot tayyor bo'ldi. Mana bunaqa portal bo'ldi. Qaranglar, mana shunaqa kompot quyib yubordim deb portal tayyor bo'ldi, bolalar. Ko'ryapsizlarmi? Juda ham zo'r portal bo'ldi. Xo'p, endi hozir mana shu portalga kirsam, kompot yeriga boraman, bolalar. Juda ham zo'r bo'ladi lekin. Xo'p, kelinglar, ham tazgina narsalar olamiz uydan ham. Cheleni ham tashlab yuboramiz hozir. Davaychi, ham cheleni qo'yib qo'yamiz. Ana bo'ldi. Tak. Kelinglar, bolalar, tayyormisizlar? Biz hozir shuni ichiga kiramiz. Xo'p, bolalar, ketdi unda. Xo'p, qanichi? Bolalar.
Bolla ana qaranglar, men keldim o'sha bu yoqqa. Vau, bolla chiroyliligini qaranglar, bu yoqni hamma yog'i qizil, голубой mani skinimdagi. Mana bu yerda qaranglar, uy ham bor ekan, lekin nimagadir bu qizil голубой uy ekanda, menda oddiy uy-yu. Mayli, xo'p, bola hech qilmaydi. Menimcha bu yerda hamma narsa mana shunaqa qizil голубойlik bo'lsa kerak. Mana bu yerda qaranglar, banglatayotganim, даже mani banglatayotganim ekan. Mana bu yerda mani boshim pisib qo'yilgan. Mana bu yerda esa bola oddiy suv emas, bu kompot bola, ko'ryapsizlar, men kompotda cho'milyapman. Kompotda cho'milyapti. Yana nimagadir portal qanaqadir o'zgarib qolibdi bola, ko'ryapsizlarmi? Mayli, xo'p, hech nima qilmaydi, lekin mana bu yerda qaranglar bola, chiroyliligini ko'ryapsizlarmi? Hop, qaraychi, kelinglar uyimizga kelamiz. Mana bu yerda mana bunaqa nakovalniya nima qo'yibdi bu yerda? Rang-barangli ekan, chiziq hech nima yo'q ekan. Mayli, xo'p, hech nima qilmaydi. Uyimni ham qaranglar, hamma yog'i qizil, голубой. Juda ham chiroyli ekan. Hop, qaraychi, bu yoqda, bu yoqda ham nimadirlar bor ekan, lekin mana bunaqa olmalar bor ekan, mana bunaqa kreslo, mana bunaqa kiyim bor ekan, kompotga o'xshatgan. Qaraychi. Hop, kelinglar bitta taqib ko'ramiz. Hop, qaraychi. Bu ham oddiy kiyim ekan, qanaqadir zo'r narsasi yo'q ekan, buni to'g'risini aytsam. Mana bu yerda qanaqadir suv bor ekan, ko'ryapsizlarmi, rang-barangli. Kelinglar bitta ko'ringlar, qanaqa suv ekan. Hop, hozir ko'ramiz, mani kompotim shirinroqmi, yaxshiroqmi yoki bo'lmaydi. To'xtanglar, bu qaror tez tarqab ketar ekan. Bolalar ko'ryapsizlarmi? Mayli, hop, o'zi bu uron chekarmikan, qanichi? Bolalar, biz tushundik, bunga kelish kerak emas ekan. Bu meni o'ldirib yubordi-yu, yomon uron chekar ekan. Mayli, hop, men o'zimni kompotim undan 1000 barobar yaxshiroq ekan. Hop, kelinglar, endi mana kelamiz, yana narsalarni olamiz. Qanichi nimalar bor ekan? Kompot kirkasi bor ekan bu yoqda. Bolalar, sizlar bu kirkani bilasizlarmi? Men oldin video olgandim, mana shu kirkani ishlatib, o'sha videodagi kirka-yu bu. Mayli, hop. Hop, qanichi mana bu bunaqa motilga bor ekan. Endi men ishlashim uchun bilasizlarmi, men dehqonchilik qilib ishlayman. O'shanga bo'lsa kerak bu. Yana qaranglar, kreslo bor ekan, bolalar, qaranglar, juda ham xunuk kreslo ekan. Birinchi marta bunaqa g'alatisini ko'rishim, qanichi. Hop, lekin kompotda mani skinimga ham o'xshayar ekan, lekin bu o'xshamaydi ekan baribir. Qaranglar, bu yerda bunaqa ko'k ekan rangi, ko'ryapsizlar? Menda esa голубой borlar. Bunaqa ko'k emas, adashmanglar. Ko'kli menda emas, menda голубойli. Hop, qanichi. Vau, maza qilib o'tirish kerak ekan, yaxshi ekan, lekin baribir yoqmadi menga. Qanaqadir sal g'alatiroq ekan, bolalar, ko'ryapsizlarmi? Mayli, xo'p, hech nima qilmaydi. Zato bor ekan, to'g'rimi? Mana bu yerda qaranglar, bunaqa palatka bor ekan, ko'k palatka. Kelinglar, buni ham qo'yib ko'ramiz. Bu aylanishlik borganda kerak bo'ladi. O'rmonlik aylanishga boriladi-yu, yotib qolib. Men o'zi to'g'risini aytsam, bir marta borganman. O'zi u yoqqa bir marta borganman, lekin menga yoqqan, realni yoqqan. Mana bunaqa palatka ham bor ekan, o'zim bilan olsam bo'ladi. Mana shu aylanishlarga borsam, o'rmonlarga olaman uxlashga. Yana mana bu yerda bitta olmalar ham ko'rdim. Kelinglar, buni olamiz, bo'ldi. Keyin esa ush ketiraman, boshqa qaytmayman bu uyga, kerak emas o'sha menga. Hop, kelinglar, bu o'tamiz, qani bitta deb ko'ramiz. Nimalar bo'ldi endi? Menimcha hech nima bo'lmadi. Yo'q, effekt berilibdi menga. Qaranglar, sal tezroq yuraman endi. Mayli, zo'r bu, to'g'rimi bolalar? Mayli, hop, kelinglar, bu yoqda qani nimalar bor ekan, aylanib ko'ramiz bitta. Tushunmadim, mana bu yerda neftmi mana bu? Bolalar, ko'ryapsizlar, menimcha mana bu yerda neft bor ekan, bolalar, qaranglar. Mayli, hop, qani bitta yaqinroq borib ko'raylikchi. Balki adashayotgandirman. Yo'q, rostdan ham qaranglar, neft bor ekan, neft yo'qotdi bu yoqda. Tushunmadim, mana bu yerda rudami? To'xtanglar, kompot rudasi bor ekan. Hoppa! Ay, bola, bekor sakranman bor o'zi. Mayli, hop, qanichi bundan nima tushadi deb o'ylaysizlar, bolalar? Ajoyib, lekin mana rudam bor ekan, bolalar, ko'ryapsizlarmi bu yoqda даже? Mana ko'k голубой. Bu yoqda mana albatta izumrud tushyapti. Endi izumrud kerakli narsa-yu bolalar, to'g'rimi? Izumrud bu Minecraft puli-da. To'g'risini aytganda, hop, qanichi, kelinglar, yana ozgina olamiz. Tushib ketdi-yu, menimcha. Ehtiyot bo'lish kerak ekan bu yoqda. Mayli, hop, 10 ta yetadi deb o'ylayapman. O'zi kerak emas, menimcha menga kelinglar, yana bitta olamiz. Hop, bolalar, men o'zimga mana bu yerdan qaranglar, o'sha izumrudlardan unaqa kiyim yasab oldim, izumrudli. Hop, kelinglar, taqib ko'ramiz hozir buni. Menda aytgancha yana zajigalka bor, unaqa banglatayotganlarni banglatib ko'ramiz shu bilan. Hop, taqib olamiz. Kelinglar, bolalar, endi. Hop, qani, mana bu yerda nima bor ekan, ko'ramiz, aylanib ko'ramiz. Hop, qaranglar, menda bunaqa kompot kirkasi ham bor. Ko'p narsalar bor. Mana bu yerda kompot ham bor ekan, bolalar, ko'ryapsizlarmi? Kompot ichadigan tiqil yozibdi. Hop, qanichi, menda ko'ryapsizlar, skinim juda ham chiroyli, bolalar. Meni skinim juda ham chiroyli, mayli, hop. Qanichi, bu yoqda nima bor ekan? Bu yoqda ham hech nima yo'q ekan, lekin oddiy kompot bor ekan. Ko'k mana bunaqa bloklar. Mayli, hop, kelinglar, amtlarga o'tib olamiz. Ketdi endi zakrimiz. Kompot qutqaradi, yo'q, qutqardi, mayli, hech nima qilmadi menga. Oddiy suvga tushdim u kompotga.
Ketdim endi mana bunaqa banglatayotganlarni banglatamiz. Kelinglar bularni ham, mana bularni ham banglatib ko'ramiz. Kelinglar. Hop, qanichi davay. Oho, Mamutroyga o't olish kerak, ha. Yaxshi Mamutga o'tolman qaranglar, birga banglab ketardim unda bular bilan. Mayli, xo'p, lekin zo'r ekan, menga yoqdi. Bu kompotniki to'g'rimi, menga juda ham yoqdi. Kompotniki bo'lgani uchun. Hop, kelinglar bitta antikis o'tamiz. Tushunmadim bu uymi? Bolalar qaranglar, bitta mashinalar ham bor ekan, qaranglar. Hop, kelinglar qanichi. Vau, bolalar qaranglar, bitta qizil mashina bor ekan. Ko'k mashina bor ekan. Mana bu yerda har xil mashinalar bor ekan. Vau, mana bu uycha qani bitta ko'ringchi. Salom qishloqqa. Ha, salom Kompot, qalaysan, yaxshimisan? Rahmat, sen qayerdan bilding men Kompotligimni? O'z menimcha bu meni yerim, bilgan bo'lsang kerak o'shandan. Albatta Kompot, bu endi seni yeringni, to'g'ri, men seni qayerdan tanimayman. Ha, rahmat. Men mashinani haydasam bo'ladimi? Albatta Kompot, bemalol haydayver. Qani ham sandiqda nimalar bor ekan? O, mana bu yerda как benzin ham bor ekan, quyib olishga bo'ladimi? Quyib olsam? Albatta Kompot, bu seni yeringni, sen bu yerda xo'jayinsan. Men sen aytganingga qilishim kerak. Bo'ldi, xo'p, rahmat sen kattakon qishloq, lekin kiyiming juda ham zo'r ekan. Xo'p, endi ketdik qanichi. Men mashinalarni bitta haydab ko'ramiz. Xo'p, cho'ta bu eski mashina ekan. Qanaqa haydaydi buni? Mayli, xo'p, bunga tushunmadim. Qanichi bu-chi? Vau, bolalar, men zavod qildim buni, qaranglar. Xo'p, qanichi? Vau, yomon tez ekan bu, ehtiyot bo'lish kerak. O, tezligini qaranglar buni. Oy, to'xta. Voy, yo'q, bolalar, men tiqilib qoldim bunaqa. Mayli, hech nima qilmaydi. Bu juda ham tez mashina ekan, lekin bor, menga bunaqa tez mashina kerak emas, bolalar. Mana bu yerda yana mashina bor ekan, qanichi. Oy, bu ham yomon tez ekan, lekin ehtiyot bo'lamiz. Hop, ehtiyot bo'lamiz. To'xta. Qayoqqa? Voy, bolalar tushib ketyapti-yu. Mayli, tushib ketishiga sal qoldi, lekin bu ham eski ekan, yomon tez ekan. Qanichi mana buchi? Vau, mana bu mashina lekin zo'r ekan, unaqa tez ham emas, sekin ham emas, normalniy yuryapti. Zo'r mashina ekan shu, lekin mazza foydasi bo'ladi ekan shuni. Juda ham zo'r ekan, lekin qanaqadir uzun ekan. Ketib bitta ana mashinani ham haydab ko'rishga harakat qilamiz. Hop, qanicha qanaqa haydaydi endi buni tushunmayapman. Hop, bundoq qilamiz qanicha. Oy, bolalar qaranglar, yuryapti bu, lekin sal sekinroq yurayotganda bolalar shuni sal chatoq ekan. Sekinroq yurar ekan ozgina. Menimcha baribir bu mashina menga yoqmadi. Qaranglar, juda ham eski mashina ekan. Bunaqa eski mashinalarni nima qilaman men? To'g'rimi, lekin mashina menga yoqdi, ko'rasizlar. Bu lekin sal uzunroq ekan, ham shuni sal chatoqroq bo'lishi mumkin. Haydayotganda qiynalishi mumkin odam, lekin maylim, baribir juda ham zo'r mashina ekan shu. Ana qolgan ikkita mashinangiz menga yoqmadi, ular juda ham tez ekan bolalar. Bolalar, bugungi videom qalay sizlarga yoqdimi? Agar yoqqan bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar. Yana shunaqa videolar ko'proq olaymi yoki yo'qmi mana shunaqa kompot haqida. Agar bolalar videom yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, obuna tugmasini ham bosib qo'yinglar. Xayr, sog' bo'linglar.